Biz Farg'ona shahardagi yakshanba kuni bo'ladigan har hafta bozordamiz. Ham baraxolka, ham katta bozor bo'ladi. Bu joyda bu narsalar ham bor, rabochiy. Yangilari ham bor. Tanlab olaverasizlar, juda ham keng assortimentda bor. Sizlarga hozir men ko'rsatadigan narsam o'rtoqlar mebellar, texnikalar, hamma narsani ko'rsataman. Izohda yozib qoldiring kommentariyada, yana nimalarni obzor qiling. Sizlarga nimalar kerak? Bularni ham bir qator menga aytsanglar, shunga qarab chiroyli qilib obzor qilib beraman o'rtoqlar. Hozir biz boradigan joyimiz gaz plitalardan boshlayman, sekin yo'q detalli obzor qilaman. Gaz plitalar ekan, rossiyskiy gaz plitalar. Farg'ona deb yozilgan gaz plita ekan. Artel rossiyskiy. Nech puldan ekan nimalar gaz plitalar? Qaysi biri? Shu 500 ga beraman. 500 mi? Garantiya 500. 1 millionga beraman, garantiya 500. 5 yil garantiya. Mana bular ham 500 dan garantiya 800 dan, 700 ga ham beraman. 700 ga ham beradi o'rtoqlar. Zo'r. Chotki arzon ekan. Kelaverasizlar shu joyga. Bu mashinkalar bor ekan. Menga telefon qilganingizda men esga keltirib turaman. Assalomu alaykum. Kesalsizmi? Charchasiz. Plisos nech pul ekan? Plisosni 600 ming qilib beraman. 600 ming qilib beraman deyapti. O'rtoqlar garantiyasi bor. Ishlab beradi. Gap yo'q. Ariston ham zo'r. 1966. Tak, endi bu tarafga o'rtoqlar nimaga o'tamiz? Mebelni panelga o'tamiz. Joyga, chunki bu joyda asosan mebellar ko'p, lekin aksessuarlar ham ko'p, elektronika ko'p. Aristonlar. Mana shu garajlarda ko'p narsa topsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Uголокlar nech pul ekan? 1 million 800 mingga uголок. Men sostanasini ko'rsatadigan bo'lsam hozir mana 1 million 800 mingga o'rtoqlar sostanasi. Bitta ximichiska bor. Kami bor? Yo'q, tushib ham berasiz. Nech pulga? Hisobda endi chiqsa. 1 million 600 mingga mana stuli bilanmi? Komplekt shunda. Shu zo'r. 1 million 600 ga bitta ximichiska bo'ldi o'rtoqlar. Уже ishlaydi. Endi kimgadir qanaqa bilmadimi, misol uchun olsa bo'ladi. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Bu taraf. Bular nech pul ekan? Bular nech pul ekan? Kim biladi? O'zi biladi. Jivoy obzor qilmoqchi edim. Arzon yo'lida qilib. Xalaziniklar nech pul ekan? Bu xalazinik nech pul ekan? Egasi bormi? Shuni olib ketaman shekilli-da. Hech kim gapirmayapti-yu, egasi yo'q ekan shekilli. Aka, bularda egasi yo'qmi? 2 million? 1 million 800 qilib berar ekan. Gap yo'q. Bu emasmi? Tak. Yangi ekan-da o'shanga. Tak. Bu tarafga kelyapmiz. Hani ko'pchilik endi ochyapti, ya'ni saharlabdan sovuq bo'lgani uchun. Har xil vaziyat. O'rtoqlar, bu taraf kerakmidi? Bu tarafda mashina aksessuarlari, subwooferlar, platalar nima bo'lsa topiladi o'rtoqlar. Kolonkalar ham bor ekan. Bu kolonka qanaqa ekan endi? Anu nimalarga qatirib patolochniy kolonkalar ekan, bu. Ana ko'chaga qatirib qo'yiladigan. Patologkada. Zo'r. 3 ta ekan bundan. Nech pul endi bu? Nech pul? Uchalasimi, donasimi? Donasi 150 ming.